Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Andijon viloyati boshqarmasi ogohlantiradi. Hurmatli soliq to'lovchilar, naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish hamda biznes yuritishda raqobat muhitini yanada rivojlantirish, mamlakatimizda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishning samarali mexanizmlarini joriy etish hamda biznesni soyadan chiqarishni rag'batlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 246-sonli farmoni qabul qilindi. Mazkur farmon bilan bir qator choralar belgilandi. Jumladan 2026-yil 1-apreldan boshlab quyidagilar, ya'ni davlat organlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar, elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvidan foydalanganlik uchun to'lovlar, bundan bank kassalari orqali amalga oshiriladigan to'lovlar mustasno. Alkogol va tamaki mahsulotlari, transport vositalariga yoqilg'i quyish shoxobchalari orqali aholiga neft, gaz mahsulotlarini sotish va elektrda harakatlanadigan transport vositalarini zaryadlash bo'yicha xizmatlar, qiymati 25 million so'mdan oshadigan tovar va xizmatlar, bundan qishloq xo'jaligi mahsulotlari mustasno. Ko'chmas mulk obyektlari ishlab chiqarilganiga 10 yildan oshmagan M, N, O va G toifaga kiruvchi transport vositalari hamda maxsus avtotransport vositalarini sotish va sotib olish uchun to'lovlar faqatgina bank kartalari yoki elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, aholiga keng imkoniyatlar yaratish maqsadida joriy yil boshidan barcha savdo va xizmat ko'rsatuvchi yuridik shaxslar tomonidan elektron to'lovlarni qabul qilish uchun yagona QR kodli to'lov tizimi joriy qilinishi va bu 1-iyuldan boshlab majburiy ekanligi belgilandi.